ipotekaga yevro ta'mirdan chiqqan, uning ustiga pastki qavatdan uy so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumanining 12-kvartalida joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi o'zini yumshoq mebel va televizorlari bilan ko'rib turganlaringdek uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan, barcha mebel va texnikalar yangi o'rnatilgan. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini spalniyaga o'zgartirishgan. Ko'rib turganlaringdek uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Oshxonamiz esa balkon qismiga ko'chirgan. Balkonimiz 1,5 ga 3 bo'lgan balkon, ko'rib turganlaringdek. Kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan uyimiz. Uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. 4 qavatli binoni 1-qavatida joylashgan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi, ko'rib turganlaringdek. Sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor bergan. Ko'zda charchatmaydigan ranglardan tanlashgan uyda egalari, ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish, razdельный sanuzeli va oynalari bilan ko'rib turganlaringdek. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. Ba'zi bir kamchiliklari qo'yib beriladi egalar tomonidan. Oyna va rakvinalari. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Shirin chorrahasida joylashgan, Farhod bozorigacha bir ostanovkalik yo'l. Ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 72.500 AQSh dollar narxlashmoqda. Uyimizda naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.